Mana meni qiz nevaram 3 yildan beri shu yerda tahsil oladi. Yaxshi natijalarga erishishdi. Mana yaqinda tashkillarga borib o'rinlarda olib kelishdi. Bugun bayramlarimiz, yakuniy bayrami bo'lar ekan. Shunga taklif qilishuvdi, keldik. Tomosha qilib, Xudo xolasa hammasini tabriklab ketamiz. Barcha ustozlarga katta rahmat. Mana bugun 20 bolalar musiqa san'at maktabining yillik sobiq konserti. Xudo xohlasa o'quvchilar degan umiddamiz. Hozir bu yerda hamma o'zlarini mutaxassislik bo'yicha professional darajaga erishgan o'quvchilar hamda o'qituvchilar ishtirok etadi. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Hurmatli qalbi qaynoq o'quvchilarimiz, aziz ota-onalarimiz, konsert dasturimizni rasman ochildi deb e'lon qilamiz. Konsert tashkilotchilari Turg'un Ma'ruzakatxon hamda Nurmat Vohidaxonlarga tekshiruv xasigida. Tomoshalar xizmatidagi Yunoniston bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilari hamda o'qituvchilari bo'ldi. Jurnalistlar Jo'rayev Hayotbek, Abidarni qarshidan olqishlab turibdi. Abdurahmon Vohidaxon, Mahkamov Omadbek, Olimov Mirzoxjon. Yana Turg'un Azizbek Tojiboyev Tohirjon akamiz ovoz beradilar. Qodirjon Ismoiljon, bizni kutib qo'ying. Sakibov Farruxbek va boshqaruchilar hamkasbim O'rinboy va Muozzamoy, Kamina Akram Komilov. Sizlar bilan keyingi yilda so'rab konsert dasturlarida ko'rishguncha xayr deymiz.